Ekranda ko'rib turgan bu bolaning ismi Jozef Pass. U professional basketbol bilan shug'ullanardi va bir kuni oyoq barmog'ida jarohat oladi va bir qarashda juda ham oddiy ko'ringan bu jarohat negadir har qanday davolashlarga qaramay tuzalmaydi. Aksincha, ahvol kundan kunga og'irlashib boradi va hattoki sportchi shu oddiygina jarohati tufayli vafot etishiga ozgina qoladi. Gap shundaki, uning jarohatiga infeksiya tushgandi va baxtga qarshi bu MERS bakteriyasi bo'lgan. MERS bu deyarli 99% antibiotiklar ta'sir qilmaydigan bakteriyaning turi. Bu bakteriyani bemorlarda uchrashi doktorlar uchun juda ham noxush holat hisoblanadi. U atrofda yetarli darajada ko'p uchraydi va mabodo bu bakteriya sizga yuqib qolsa, sizda nimalar bo'lishi mumkinligini keling shu bolaga nima bo'lganini misolda ko'rib chiqamiz. Bakteriya jarohat joyidan asta-sekin Jozefning butun tanasiga tarqalib, avval tizza bo'g'imiga, keyinchalik esa yuragiga hujum qiladi. Oqibatda u oylab umrini kasalxonada o'tkazadi. Yuragida esa 2 ochiq yurak operatsiyalarini o'tkazadi. Kardioxirurglar yurakdagi zararlangan bir qancha to'qimalarni infeksiyani tarqalib ketishini oldini olish uchun olib tashlashadi. Tizzaning, son va boldir suyaklarining zararlangan joylari ham ortoped xirurglar tomonidan kesib tashlanadi. Jozef esa sevimli mashg'uloti basketbol bilan xayrlashishiga to'g'ri keladi. Bugungi videoda siz qanday infeksiya yuqtirib olsangiz yaralaringiz hech qachon bitmasligini, qanday qilib bir odamning dangasaligi millionlab odamlarning hayotini saqlab qolganini, antibiotik rezistentligi nima ekanligi va nima uchun keyingi pandemiya Covid pandemiyasidan ancha dahshatliroq bo'lishi haqida bilib olasiz. Antibiotik anchadan beri bor doridek tuyulishi mumkin, lekin ularning o'ylab topilganiga hali bir asr ham bo'lmagan. 1928-yili Londonda Alexander Fleming antibiotikni kashf qilgan. Eng qizig'i, bu hodisa umuman kutilmagan va noodatiy usulda bo'lgan. U bir kuni ta'tilga chiqib ketadi va 10-12 kunlardan keyin qaytib kelib, laboratoriyasida qoldirib ketgan Petri idishidagi bakteriyalarni ba'zi joylari o'smaganini ko'rib qoladi. O'rganishlardan so'ng aynan zamburug' tushgan joylarda bakteriyalar ko'paya olmaganligini aniqlab, zamburug'dagi qandaydir modda bakteriyalarni o'sishdan to'xtata olganini o'rganadi va fanda yangilik, ya'ni antibiotiklarni kashf qiladi. O'sha idishda qolib ketgan penitsilin zamburug'i sharafiga esa birinchi o'ylab topilgan antibiotikka penitsilin deb nom beradi. Shu kundan boshlab hozirgacha antibiotiklar millionlab odamlarning hayotini saqlab qolgan deyiladi. Antibiotik topilguncha odamlar eng oddiy pnevmoniyalardan ham vafot etishardi. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Fleming topgan o'sha antibiotik nega hozir odamlarga ta'sir qilmay qo'ydi? Hozir kasal bo'lsangiz penitsilin u yoqda tursa, hattoki ampitsilin ham olmaysiz. Dorixonaga kirib ming xil antibiotiklarni ko'ramiz. Shunaqa darajada xilma-xil antibiotiklarni ishlab chiqarishni nima kerak bor ekan? Hammasi bakteriyalar ularga qarshi qo'llaniladigan antibiotikka rezistentlik hosil qila olish qobiliyatiga ega ekanligi uchun. Agar biror bir bakteriya antibiotik ishlatganingizdan keyin rezistentlik hosil qilsa, u bakteriyaga endi siz ishlatgan o'sha antibiotikingiz ta'sir qilmay qoladi. Bakteriyalarning bu qobiliyati ularni qirilib yo'q bo'lib ketmasligini oldini olgandek, bizni ham to'xtamay yangi avlod antibiotiklarni ishlab chiqarishimizga majbur qiladi. Mana shu holat sababli hozirgi eng kuchli antibiotiklar ham qachondir umuman foydasiz bo'lib qolishi mumkin. Xuddi bir paytlar yagona bo'lgan penitsillinga o'xshab. O'zi rezistentlik qanday paydo bo'ladi? Bakteriyalarda ham xuddi bizga o'xshab o'zining irsiy materiali, ya'ni DNKsi bo'ladi. Ular uchun ham DNK ularning yashab qolishi uchun eng kerakli genlarni saqlaydi. Biz antibiotik ishlatganimizda ichimizdagi kasallik keltirib chiqargan bakteriyalarni antibiotik o'ldiradi, lekin hammasini bitta ham qoldirmasdan o'ldirmaydi. Agar o'sha bakteriyalarning hattoki bir donasi ham tirik qoladigan bo'lsa, o'sha bakteriya o'zida rezistentlik hosil qilishi mumkin. Ya'ni u o'zining hayotiga xavf solayotgan dorini yaxshilab o'rganib chiqadi va unga qarshi qo'llash mumkin bo'lgan yo'llarni qidiradi. Bularning hammasi bakteriyaning genlarida saqlanadi. Bu bakteriya bo'linib ko'paygan paytida esa yangi genlarni keyingi avlodga qoldiradi. Va keyingi bakteriyalar avlodi endi bu genlarni saqlaganligi uchun uning ajdodlarini qirib tashlashga qodir bo'lgan dori haqida hamma narsani biladi va unga qarshi bemalol kurasha oladi. Natijada endi bu bakteriyalarga o'sha antibiotik ta'sir qilmay qoladi. Agar bakteriyalar faqatgina ko'payganda bunaqa genlarni tarqata oladi deb o'ylasangiz, adashasiz. Ayrim bakteriyalarning tuzilishiga qaraydigan bo'lsak, ularning ustida tukchalarni ko'rishimiz mumkin. Bakteriyalar mana shu tukchalar yordamida bir-biri bilan genlarni almash olish qobiliyatiga ega va buni natijasida ular genetik axborotni ham almashishadi.
Bu xuddi o'rtog'ingizni ko'rib qolganingizda siz bilan bo'lib o'tgan hamma yangiliklarni unga aytib berasiz. O'rtog'ingiz ham sizga o'zida nimalar bo'lganini aytib beradigan holatga o'xshaydi. Ya'ni agar siz antibiotik ichib, ichingizda o'sha antibiotik ta'sir qilmaydigan bakteriyani paydo bo'lishiga sababchi bo'lib qolsangiz, bu antibiotikni umuman ichmagan farzandingizga ham yuqadigan bakteriyalarni o'sha antibiotikka rezistentligi hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Va natijada mana shu antibiotik umuman ta'sir qilmaydigan bakteriyalarni ko'payib, keng tarqalishiga olib keladi. Lekin bu rezistentlik asosan ko'p antibiotik ichgan insonlarda ko'proq uchraydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, doktorlar antibiotik yozishdan oldin bak-passiv analizini topshiring deyshadi. Bu aynan sizda hozir qaysi bakteriya kasallik keltirib chiqarayotganini va bu bakteriyani qaysi antibiotik bilan tuzatish mumkinligini ko'rsatuvchi analiz. Bu o'z navbatida bekorga bakteriyaga ta'sir qilmaydigan antibiotikni ichmasligingiz, organizmni zaharlamasligingiz va albatta ichingizdagi bakteriyalarga ularga qarshi ishlata oladigan qurolingiz haqida ma'lumot berib qo'ymasligingiz uchun qilinadi. Bakteriyalar antibiotikka duch kelishlari bilanoq uni o'rganib, unga qarshi rezistentlik hosil qilishga harakat qilishadi. Agar antibiotiklar qonun qoidasi bilan faqatgina doktor yozib bergandan keyin ichilsa, antibiotik rezistentligini rivojlanish riski atiga 5% ga teng bo'ladi. Lekin o'zboshimchalik bilan kerak bo'lmagan vaziyatlarda antibiotiklarni keragidan ortiqcha foydalanilsa, bu kabi rezistentlik rivojlanish riski 20-50% ga, ya'ni deyarli 10 barobar ortib ketadi. Endi tasavvur qiling, siz shunaqa antibiotiklarni bo'lar bo'lmasga ichursangiz, sizga o'xshagan odamlar esa ko'payib ketaversa, ertaga yana antibiotiklar umuman kashf qilinmagan paytda bo'ladigan holatga qaytib qolishimiz mumkin. Bakteriyalar bunaqa rezistentlik hosil qilaversa, oxiri antibiotik umuman ta'sir qilmaydigan mutant super bakteriya paydo bo'ladi va u keltirib chiqaradigan kasallikni afsuski doktorlar hech qaysi antibiotik bilan tuzata olmay qolishadi. Bunaqa bakteriyalar ko'payib epidemiyalar, pandemiyalarga olib kelsa-chi, bir narsa aniqki, super bakteriya hisobiga yuzaga keladigan bunaqa pandemiyalar biz boshimizdan o'tkazgan Covid pandemiyasidan ancha kuchliroq bo'ladi. Chunki bakteriyalar odatda viruslarga qaraganda ancha-muncha kuchli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Shu o'rinda viruslar bilan bakteriyalarni farqini va viruslar keltirib chiqaradigan kasalliklar bilan bakteriyalar keltirib chiqaradigan kasalliklarni farqini tushuntirib ketmoqchiman. Virus bilan bakteriya umuman bir-biriga o'xshamaydigan mavjudotlar. Viruslar bakteriyadan 100 martagacha kichkina bo'ladi. Buni xuddiki futbol koptogi bilan bir marjonga yoki bo'lmasam odam bilan chumolini o'lchamlariga o'xshatsa bo'ladi. Bunda odam agar bakteriya bo'lsa, chumoli bu virus. Viruslar aslida tirik mavjudot hisoblanmaydi. Ular faqatgina hujayra ichiga kirib olgandagina o'sha hujayraning ichida o'sib, ko'paya oladi va kasallik keltirib chiqaradi. Viruslar bilan bakteriyalar bir qarashda o'xshash kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkindek ko'rinsa-da, aslida bu kasalliklarni kelib chiqish mexanizmi ham, ularni davolash metodlari ham ancha bir-biridan farq qiladi. Va siz tushunib turganingizdek, virus hisobiga kelib chiqadigan kasalliklarni antibiotik bilan tuzatishga harakat qilish bu befoyda. Antibiotiklar faqatgina bakteriyani o'ldira oladi. Hech qanaqasiga virusni antibiotik bilan o'ldirib bo'lmaydi. Bu xuddi uyingizda pashsha chivinlar ko'payib ketadigan bo'lsa, siz bir burchakka sichqon qopqonini qo'yib, pashshani o'sha qopqonga tushishini kutib o'tirganga o'xshaydi. Oddiy shamollash misolida tushuntirsam, klassik shamollash simptomlariga holsizlik, charchoq, isitma chiqishi, tomoqdagi og'riqlar, achishish, yo'talish, burun bitishi yoki bo'lmasam burunni oqishi kabilar kiradi. Sizda shunaqa simptomlar boshlansa, antibiotik ichishga shoshilmang. Chunki shamollash 90% holatlarda viruslar hisobiga yuzaga keladi. Unda nega antibiotikni ichishim bilan yaxshi bo'lib qolaman deb so'rashingiz mumkin. Tibbiyotda platsebo effekti bor. Ya'ni agar sizni aldab oddiy vitamin yoki bo'lmasam shunchaki shakardan yasab qo'yilgan tabletkani antibiotik deb bersam va bu dori sizni tuzatishiga ishonib uni ichsangiz, haqiqatan ham sizga bu yordam berishi mumkin. Oddiygina psixologiya. Bundan tashqari, o'zi ko'pgina virusli kasalliklar hech qanaqa dori bermasa ham o'zi o'tib ketadi. Ya'ni immunitetimiz ular bilan bemalol kurasha oladi. Shamollash ham shular qatorida. Siz o'sha antibiotikni ichsangiz ham, ichmasangiz ham o'rtacha 7-10 kunda tuzalib ketasiz. Shamollashning davosi esa faqatgina simptomatik, ya'ni ko'proq dam olish, ko'proq uxlash, ko'p suyuqlik ichish kerak. Ayniqsa asalli limon choy ichish ko'pgina dorilardan ko'ra ham yaxshiroq effekt berishi isbotlangan. Maksimal ichishingiz mumkin bo'lgani esa bu og'riq qoldiruvchi dorilar, masalan ibuprofen yoki bo'lmasam paracetamol. Ularni isitma tushirish yoki bo'lmasam tanada bo'layotgan og'riqlarga qarshi ichishingiz mumkin. Aslida malakali va standartlar bo'yicha ishlaydigan doktor sizga aynan shunaqa tavsiyalarni berishi va shamollashni boshidan bir dunyo dori, antibiotiklar va har xil protivirusli preparatlarni yozib berishi kerak emas. Agar shuncha isbotlab qo'yilgan ma'lumotlarni sizga bersam ham bunga ishonmayotgan bo'lsangiz, keyingi safar shamollaganingizda antibiotik
antibiotiksiz shunchaki yotoq rejim va shu yerda berilgan tavsiyalarimiz bilan tuzalishga harakat qilib ko'ring. Ba'zi holatlarda shamollash virus hisobiga boshlanib, keyin bakteriya bilan davom etishi mumkin. Bunda shamollashingiz 7 kundan oshsa ham ahvolingiz yaxshilanmasdan qaytanga yomonlashadi. Burunda yoki tomoqda yiringli yashil rangdagi ajralmalarni ko'rishni boshlaysiz. Ba'zida quloqda ham shunaqa yiring yig'ilib og'riq berishi mumkin. Agar sizda shunaqa holat kuzatilsagina, keyin doktor yozib bergan antibiotikni olishingiz kerak. Faqatgina sizdagi kasallik bakteriyani hisobiga yuzaga kelayotgan bo'lsa, ana o'shandagina antibiotikdan sizga qanaqadir foyda bo'ladi. Baribir oxiri bakteriya qo'shilib ketarkan, shuni kutguncha oldinroq antibiotik ichsam, shuni oldini olgan bo'laman-ku deb o'ylamang. Shunchaki o'ylab ko'ring, hali yo'q bo'lgan bakteriyani qanaqa qilib o'ldirmoqchisiz? Bu harakatlaringiz bilan shunchaki ichingizdagi kerakli bakteriyalarni o'ldirganingiz qoladi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bakteriyalarning hammasi ham yomon bo'lavermaydi. Bizga juda ham foydali, biz ularsiz yashay olmaydigan darajada zarur bo'lgan bakteriyalar ham bor aslida. Masalan, ichagimizdagi ba'zi bakteriyalar vitamin K ni sintez qiladi. Ba'zilari ovqat hazm qilishga va kerakli vitamin minerallarni qonga so'rilishiga yordam beradi. Ba'zilari esa immunitetimizni mustahkamlab turadi. Hech e'tibor berganmisiz, farzandingizni qancha ko'p doktorlarga olib borib davolattirsangiz, farzandingiz shuncha ko'p shamollayveradi. O'zi antibiotik ko'p ichgan bolalar ancha nimjon bo'lib qolishadi. Sababi antibiotik ichgan paytimizda ichaklarimizdagi ko'pgina kerakli bakteriyalar antibiotik ta'sirida nobud bo'ladi. Antibiotik ichganda ko'pincha ich buzilishi, ich ketishi, qorinda og'riqlar, har xil zamburug'li kasalliklar paydo bo'ladi. Bularning hammasi foydali kerakli bakteriyalarni yo'q bo'lib ketayotganini belgilar. Ichaklarning salomatligi bizni immunitetimizni mustahkamligini ta'minlab beradi. Bolalarimizga antibiotik beraverib, keyin yana nega bular bunaqa ko'p kasal bo'laverisharkan deb hayron bo'lamiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, antibiotiklar faqatgina doktor maslahati bilan nazorat ostida va qonun qoidasiga rioya qilingan holatda ichilishi kerak. Shunda siz o'sha super bakteriya keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan pandemiyani bir qadam orqaga surgan bo'lasiz. Siz bilan doktor Iroda Baxtiyorni bo'ldi. Salomat bo'ling.